Uyg'ondim. Endi bugun boy akadan men ish so'ramoqchi edim. Borib ko'raychi, boy akam ish beramikan. Xo'p, buni baqa qilsak, ana. Ish qilib bugun boy aka ish bersin-da, bo'lmasa och qolaman-ku. Baba. Kambag'alni uyi. Kambag'almiz endi biz. Boy aka! Ey boy aka, oching eshingizni. Nima deysan yana? Ya menga ish beraman deyapsiz siz. Shuna paytda kelasanmi? Ertalab tong saharda uyquni buzib. Endi men kambag'alman, vaqtliroq turaman. Mayli, kel. Yes, Ayog'ing sasimaydimi ish qilib? Yo'q. Xo'p. Yuvib yuraman. Aniq. Davay bu. Короче, mashinalar Boy aka. tozalashing kerak, ha? Boy aka, mana ular haqiqiymi? Ha. Skelet kallasi. Voy. Deyman. Qayerdan olgansiz? Uzr boy aka, uzr. Uzr, bunaqa narsalar ko'rmaganman-da boy aka. Endi sizga orzuda. Da, menga orzuda. Короче, mana mashinalarni tozala yaxshilab. Bo'ldi boy akam. Bo'ldi. Sizchi? Yotib damingizni olaverasizmi? Amiyo, alla bo'laman, короче. Da, bo'pti. Qara, bir narsa yo'qolmasa, hammasini sanab qo'yganman. Bo'ldi. La. Qilich meni qo'limga o'tdi. Qilich ushab ko'rdim birinchi marta. Boy aka uxlayaptimikan? Boy aka uxlayapti. Pechkalarni tozalab qo'y. Sandiqlarda nima bor ekan? Ovqatlar. Oldachi. Bo'lmasa, qoch. Yo'g'olib qolmasin boy aka. Ishimni tugatib bo'lsam, nandalalalala. Mo go'shtlarni qaranglar. Verstak. Hatto men uyimda verstakim ham yo'q. Boy aka. Turing, ishlarimni tugatdim. Ko'ramizda. Hop. Qani. Toza. Pechka ichlari ham toza. Nima qilyapsan? Go'shtlar ko'rayotgandim-da. Go'sht yemaganman-da. Mayli, bugungi sen haqqing. Qancha berar ekan? Qancha beradi? Rahmat boy akam. Bugun go'sht yeganman-da boy aka. Rahmat aka. To'xta, men davrimda bir yashab qolgin sen. Yana berasizmi akam? Ular haqiqiy ekan, ey. Kallasi. Suyak. Boy akajonim, rahmat sizga. Akang davda qayib. Bo'ldi akam. Akam rahmat, bo'ldi, men uyimga ketyapman akam. Davay bor. Icha. Men qaranglar, beni olmasin bor, endi buni uyimga qo'yib qo'yishim kerak. Yes. Buni uyimga qo'yaman men. Ana meni endi olmasin bor va go'shim ham bor endi meni. Ko'cha ham to'zib ketdi, garaga yetib tozalab keldi. Kakrasing kerak deng, baka. Ha. Yo'q aka. Ha. Ko'ryapsan mamilarni? Ha, chiroyli ekan. Hammasini yo'qib tasha, gullab qolsin. To'xta. Gullab olay. Bu bilan. Qizil gulni nima qilasiz? Senga nima? Kerak menga nima? Uzr. Hazillashdim. Hammasini yulib tasha. Qizil gullar ana ikkala eshigingizdagi qo'yingizdan tashqari. Bo'ldi. Ularni parvarish qilib. Ketdi, yuvyapman. Bo'ldi, yulib tashlayapman. Yaxshilab yurgan. Bo'ldi boy akam. Bularni olsak. Musullarni ham yig'ishtirib ketgan. Xo'p. Musullar qayerga qo'yib boy aka? Bilmayman, bir narsa qil. Xo'p. Bularni inventarimga solib qo'ysam, zarbaladi. Men senga yana ish haqi tozalaganing uchun. Boy akam. Boytoy akam. Go'sht berdi. Bo'ldi, meni bezovta qilmagin, men xuliyman. Xo'p. Alla bo'laman.
Bo'ldi boy akam, allamalaring siz. Yoppa. Yaxshi, men bularni yulib tashlasam. Boyni uyini oldidan sekin o'zimga kirgan joy yasaymi ekan? O'g'irlasam bilib bo'lmas ekan. Men boyman. Uxlashini boydi. O'zidan boydi yasab olganda. O'zidan boydi yasab olib. Bilib yo'q, men boyman. Qachon men ham shuna boy bo'lib ketar ekanman, ha? Qachondir men ham boy bo'larman. Bo'ldi, ishlarim tugadi. Endi sekin uyim tomonga borsam. Bo'ldi, bo'ladi endi. Turchi, qani gadoyvachchadan xabar olaychi. Nima qilyapti ekan? Uyini ham ko'rib kelardim. Endi bitta bunday qilib turib, meni olib chiqani. Ey gadoy, nima qilyapsan? Yaxshimiz boy aka? Nima qilyapsan? Musorlar tashlamoqchi edim mashikka. Qani? 2 blok qilamiz. Mana. Endi tepasiga. Gullarni o'zing yomaysan? Uzr boy aka, uzr boy aka, bo'ldi. Jonim kam qoldi. Tep ketdi-da qo'lim boy aka. Chiqqani menga uyini ko'rsatchi. Yuring. Kambag'alni uyi. Keling uyimga boy aka, mana uyim. Mana uyda ichida tovuq boqaman. Meni pipitam. Urmang boy aka, pipita aylanib kelgini. To'xtachi. Ha boy aka. Sandig'ingda nima bor? Xo'p, men bergan narsalar. Rataga chiqib sandiq saqlamaysanmi sen? Yo'q, boy aka. Bu gilam meni otamdan qolgan. Yumshoqligini qarang, sakrab ko'ring. Ko'rdingizmi? Uying malades. Yorug' shunama ekan. Da. Teshib bor ekan. Teshilib qolgan. Ashni ham qo'y. Endi biz uyimiz siz uyingizda qolmasda boy aka. Mana. Boy aka, yuzimga eshik yopdingizmi? Uzr aka. Ashuna bo'lsin. Pipita, yaxshimisan? Yurur. Pipitani so'yib yeylik. Keyin men nima qilaman? Mana. Otni boqasan. Yo'q. Mana ot senga. Ana bu nima boy aka? Qaysi? Ana. Oq binomi? Ha. Bank. Qanaqa bank u, nima u? Bankni bilmaysanmi? Yo'q, men bank degan narsa ishlatib ko'rmaganman. Xullas, pullaring turadi. Kakras Anshdan menga 3 stak almaz olib bergin, men uyimda tutib turaman. 3 stak. Qanday olib kelaman? Borasan o'sha qabul qilish xonasiga kirib turib, boyida pulini olaman ekan, olib borib beraman ekan deysanda 3 stak olib kelasan. Bor. Hop, ketdim. Birinchi marta bankka kelyapman. Qani, kuzatuvchi balki pul uxlatib qolar. Bank. Mana yerda mana ularni. Ichkariga kirish mumkin hozir. Assalomu alaykum. Menga boyni puli kerak edi. Mana boyni o'zi ham keldilar. Keling boy. Assalomu alaykum boy aka. Yaxshimisan? Menga 3 stak olib ketishim kerak edi almas. Bo'ldi. Olavering. Shunday bo'lsin. Mana shu bolani tan ol, bunga ham beraverasan. Hop, mayli. Hop. Boy aka, siz bu yerda hammasi hurmat qilarmikan? Meni butun dunyo hurmat qiladi. Meniki kirib ko'rsam nima bo'ladi? Mana ularni birinchi marta qo'limda ushlab ko'ryapman. Shama kirib qo'yasan. Sandiqda bo'ldi. Kirib qo'yasan. Bo'ldi, Ketdikmi, boy aka? Kecham tushib qopti, boy aka. Da. Yuring, uyga kirib alla bo'l. Sal vaqtli. Men ozgina endi qilsam, joyimga qarasam. Shu vaqtimi, qara ketishdi, uxlash kerak buna paytda. Biyaga dam berish kerak.
Boyni uyiga o'g'irlikka kiraymikan? Boyni uyini bir ertaga tekshirib olaman. Boyni uyini ertagamday yaxshilab tekshirib chiqadigan bo'lsam, bilib olsam bo'ladi. Ketdim men endi uxlasam. Birinchi marta bugun bankka kirdim. Uxlayman endi. Rosa uyqum ketdi. Yerdanab tushdi. Yomg'ir yog'yapti ekan. Yomg'ir tindi. Boy akam oldiga boraychi, boy akamni. Boy aka! Bu ertalab bezovta qilish bu yoqtiradi. Assalomu alaykum boy aka. Ish bormi? Bilmadim. Arqa tarafga o'taylikchi. Uyga kirma. Bo'l aka. Arqa tarafda ishni bola yo'q-ku, nimaga o'tdik? O'zingiz o'tdingiz. Yuring. Arqa tarafni tozalatdingiz-ku kecha menga. Mana shu yerga podval qurish kerak. Podval? Ha. Loyli bo'laveram, toshim yo'q. Hozir men senga blok beraman. Korоче, o'sha bloklar ishlatasan. Podval bo'ldi boy akam, hozir men sizga podval zo'rini boy aka. Mana shu qurasan. Bitta donasi o'zingga. Bitta bo'ldi boy akam, ketdim uyimdan kirkamni olib kelay. Ketdim. Shuncha ya do'stlar, bu olmosli blok kim bilmasa Minecraftda bu juda qimmat. Boy aka shundan podval quradimi? Qo'yda. Aytgancha podval 3x3 bo'lsin. 3x3? Har tarafiga 3x3. Bo'ldi boy aka. Tamam. Zinapoyali bo'lsin, ha? Narvon yo'q-ku bizda. Zinapoyami? Hozir hal qilamiz-da. To'g'irlasak. Mana tushamiz. Mana. Hopa. Zina topa olmadim. Просто blok qilib qo'yoqqa bo'ldi. Men o'zim xullas narvon quraman. Daraxt bor uyim oldida. Malodiy. 2, mana 3 bo'ldi. 3. Bag'dan 3 qilish kerak hozir. Boy aka. Buna boy bo'lish uchun nima qilgansiz? Buna boy bo'lish uchun oldin oddiyroq boy bo'lish kerak. Keyinchi? Keyin millioner bo'lasan. Siz qanaqa darajadasiz? Men trilliarder darajasidaman. Boy aka, boylar xasis bo'ladimi? Yo'q. Qaysidir tanishim aytibdi, boylar xasis bo'ladi. Xasis boylar ham bor. Savobgo'y boylar ham bor. Boy aka, meni ham biror kun uyimga o'rtog'im keladi. Unga ham ish bo'ladimi? Topiladi. Biroq Mash podval keyin tozalab yuraverasizlarda. Xo'p, endi maytanda 3x3 qiladigan bo'lsak, podvalga nima qilasiz boy aka? Bilmasam. Просто seni ishlatishga. Ishqibozmanda. Bu yoqda bedrocklar bor ekan-a? Bedrockni birinchi marta ko'rib turishim Minecraftda. Ko'rib turibman bedrockni. Siz ko'p ko'rasizmi bedrockni? Tepangga qarasang bilasan. Boy aka. Tepamdami deysiz? Oy, urmang aka. Shetdaman. 13 tortib qoldi yo, ikkitasini. Boy aka, unaqa qilmang boy aka. Qorong'ilikdan qo'rqaman men. Cho'chima, yoningda men turibman. Ikkitasini o'zimga qo'ysam bo'ladi ekan, ajab. Ikkitasini. Mayli, ketdim men, uxlayman. Ikkitasini o'zimga olib qaraman. Bo'ldi, endi hozir aytdi yo. Endi maza qilib uxlayman. Masjidga qo'y. Xo'p, endi ikkitasini uxlatib oladigan bo'lsam yaxshi edi. Xo'p. Endi belki hozir zina qurishim kerak-a meni. Zina quraman hozir. Boy diversitakidan foydalanamiz ekan birinchi marta. Ikkitasini uxlataman. Boyga 10 ta qaytarib beradigan bo'lsam, shunda zo'r bo'ladi. Mendan zo'ri yo'q. Buni maydalab olay. Qo'lda maydalanmas ekanman. Ketdim. Verstakda osonroq bo'ladi.
Boyagi uxlayaptimi? Boyagi uxlayapti ekan. Sekin unda baqa otib olaman-da. Ekan verstakidan ishlatsak. Nima qilyapsan? Verstakisidan foydalanib normal qulayotgandim. Men kitob o'qiydirsam, hammasini o'qib bo'lganman-da. Boyagi siz kitob o'qiysizmi? Boylar ham kitob o'qiydimi? Boylar o'qiydi kitobni. Yo'q, bilmagan ekanman. Boy bo'lish haqidagi sirlar degan kitobni o'qiganmisan? Yo'q, ash kitob menga bering. Men ham o'qimaganman, chunki unaqa kitob yo'q. Mayli meni. Izdivatsiya qildingiz-a boyagi. Chunki unaqa kitob bo'lsa hamma boy bo'lib ketadi-da. Keyin kim ishchi bo'ladi hamma boy bo'lsa? Siz. Ibi. Biyakichi. Hazillashdim boyagi, akam. Akam unaqa qilmang meni. Pipimi tutumi degan to'qingni so'yib yuboraman hozir mana. Pipita so'yib yuboraymi? Yo'q, pipitaga tegmang. Qo'y ko'zim yomon ko'rinyapti. Siz hali nima ham qo'ylar ham so'ya olasizmi? Mana shuni go'shi ham juni ham senga mana. Avval. Voy, boyakam, rahmat, boyakam. Mana 10 ta olmaslik blokingiz ortib qoldi. Davay bo'ldi. Bittasini o'zimga oldim. Endi uyga qaytsam yaxshi. Podvalni ko'rib chiqaysa, boyaka. Podvalni ko'rib chiqing. Podvalni rostdan ham ko'rib qo'ydim. Agar sansiga tushmagan bo'lsa boshqatdan qilasan. Endi universitetga sog'alaman o'zim. Qani. Ana endi bitta verstak. Bo'ldi. Inventarimda meni ham narsalar bor ekan. Buni olamiz. Verstakni bunday qilib turib Qani. qo'yamiz. Yaxshi, verstakni qo'yib qo'ydik. Endi bundan shalkani olib kelib qo'yay. Buni maydalaymiz. Wow! Olmoslarda ko'pligini. Men ham nimadir yasasam bo'lar ekan. Yasashni bilaman ekan. Yashirib qo'yay. Otamdan mana bitta do'stlar otamdan qolgan gilamni O gadoyevachcha. Aka. Voy kelyapti. Nima qilyapsan? Voy aka chiqing uyimdan. Nima qilyapsan? Chiqing uyimdan. Birovning uyiga ruxsatsiz kirish mumkin qilyapsan? emas-ku voy aka. Yo'q, bola voy aka. Chiqing voy aka. Bo'l, tezroq chiq. Ish bor senga. Bo'ldi, hozir chiqaman voy aka. Nima qilyapti? Sandiqda ichida nima bor edi? Buni bilishim kerak. Tezlash. Voy aka, ha. Yur. Ish bor. Qa. Aka. Hop, ketyapman. Ketkinga olganmisan? Ha, shu yerda o'zim bilan. Yur. Inventarimni tozalab olay hozir boy aka. Bo'ldi ana. Keldim boy aka. Xullas, mana shu 6 ta shalkerni, yo'q, 2 ta 4 ta shalkerni olasanda, podvalga joylab qo'yasan. Mana shu yerda turgandimi? Ha. Bo'ldi boy aka. 4 ta shalkerni olib turib podvalga joylab qo'yasan. Oldim. 3 ta olibman. 4 ta. Tepadan olsam yaxshiroq. Ana. Bo'ldi. Yur. Ketdik. Ketdim boy akam bilan. Tush. Tushyapman boy aka. Tiqilib qoldik-ku boy aka. Boylarga yo'l berdi, bo'lga tushmaganman. Xullas, mana shu 4 tani joyla. Mana 1. Mana 2. Xo'sh. Mana 3, mana 4 ta ana. Yaxshi. Mana senga. Nima berasiz boy aka menga? Go'sht. Yana go'sht berdilar boy akam, go'sht. Boy aka, qachon menga ham pul berasiz bunday? Pul? Ha. Pulni sen nima qilasan? Uyda qancha ishlayapman, men ham ana Pulni pulga sen ishlatib qiziqaman-da. qo'yishing mumkin. Men ham ana bunday qo'lim pul ko'rsin bunday boy aka. Anchadan beri akajonim, o'zimni boy akam. Aka. Hop. 100 marta o'tirib tursang, yana bitta blok beraman. Mana. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keyin shuni 20 marta qilaylik. 8, 9, 10,
11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tur. Mashta tur. Bo'l. O'tirib tur. Anjimanya qilib turaman o'sha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qani boy aka. Voy, meni boy akam. İşte u boy akam, bo'ldi akam. Siz zo'rsiz aka. Davay bor. Ketdim uyimga. Davay tun tushdi. Da. Hozir boy akam narsalarni joylab olsam. Mana. Makiyaj narsam turibdimikan? Turibdi. Yes, buni endi men biron bankka qo'ysam bo'ladi. Boy uxlayapti. Endi boyni uyiga kirib ko'ray. Ketdim. Qani, kechqurun boy uxlayotganda boyni uyiga kirib ko'raman. Opa, boy uxlayapti ekan. Nima olsam bo'ladi boyni uyida? Ovqatga to'yganman. Ozginasini olaman. Ya, gadoy. Nima qilyapsan bu yerda? Boy aka. Nima qilyapsan? Yuzimni tozalab qo'ymoqchi edim. Ana siz uxlayapsizmikan deb. Uxlayapman. Kechasi bilasanmi? Bor. Hop boy aka. Hop boy aka. Yaxshilamang boy aka. Yaxshilandi ham beliga tepding. 5 ta oldik. 5 ta ol. Bizda 5 ta oltin bor endi. Qani qaytdagi sandiqqa. Otamdan qo'ygan sandiqimni qo'yib qo'ysam. Mana otamdan qo'ygan. Yodgorlik bu. Endi shunaqa qilib uxlayman.